Obunachilarimizga narx-navolarni boshladik, mana aytishdi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan labomiz, metan, chexol, polni bagajlari tunka bilan qoplangan, chiroyli qilib 30 ming kilometr yurgan, mягкий balonda turibdi. Holati o'ta yangi turibdi hali mashinamizda. Narxini 92 million so'm kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Boshlang'ich to'lov bilan olaman deganlar uchun labomizga 25 million so'm boshlang'ich to'lov ketadi. Oldi sot notarius hammasi ichiga. Oylik to'lov 2 million 800 dan. Cobalt-imiz 2022-yil metan, chexol, polik, mягкий balon. 2022-yil avtomat korobka. Cobalt-imizga 19 million boshlang'ich to'lov, oylik to'lov 3 million 700 ming chiqadi. Juda chiroyli holatda mashinamiz. Sparkimizga keladigan bo'lsa, 69 million savdosi bor. Mexanika 3-pozitsiya 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Polni nazorat qilingan mashinamiz. Agar bir lamcha asosida olaman deganlar uchun 25 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqadi. Oylik to'lov 2 million 200 ming so'mdan. 2026-yilda ishlab chiqarilgan MCM Cobalt-imiz metan bilan jihozlangan. Chexol, polik, hamma navorotlari qilingan. Mashinamizda 150 million so'm yana kelishadigan joyi bor. Boshlang'ich to'lov bilan olaman degan insonlar uchun 33 million 900 mingdan chiqadi. 33 million 900 ming so'm. Yaxshi eshitib olinglar. Oylik to'lovi 4 million 600 ming so'm. Yana ham mashinalarimizni kelishtirib beradigan joylari bor. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Operatorimiz ko'rsatib yuboring.